Toshkentdan Kazanga avtobusda ketish qanchaga tushadi? Video davomida 1 daqiqa ichida barchasini tushuntirib beraman. Video so'ngida barcha narxlar keltirib o'tiradi. Buning uchun Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha harakatni amalga oshirish maqsadida Toshkent avtovokzaliga tashrif buyurib, soat 17:00 dagi UzAvtoTransservis avtobuslarida ketish uchun chiptalarni xarid qildik va Qozog'iston Respublikasi hududi orqali harakatimizni boshladik. Qoplonbek chegara bojxona postidan o'tganimizdan so'ng Qozog'iston Respublikasi yo'llarida mana shunday go'zal manzaralarga guvohi bo'ldik. Malakali haydovchilarimiz bizga juda ham asqotdilar, sababi yo'lda barcha bo'ladigan ko'ngilsizliklar yoki noqulayliklarni bartaraf qilish uchun ular juda ham katta yordam berishdi. Rossiya Federatsiyasi hududiga kirib kelar ekanmiz. Bu yerda bizni daryolar va dengizlar kutib oldi. Kazan shahriga mana yetib keldik. 2 sutka davomida avtobusimiz harakatni amalga oshirgan bo'lsa, 2 sutkadan so'ng avtobusimiz Kazan shahridagi markaziy avtovokzalga kirib keldi. Toshkentdan Kazangacha avtobusda ketish qanchaga tushishini ko'rishingiz mumkin.